Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Kuz-qish mavsumi boshlanib, havo haroratining sovishi natijasida isitish moslamalariga bo'lgan ehtiyoj ortishi natijasida yong'inlar, aholining is gazidan zaharlanishi, havo gaz aralashmasi chaqnashi kabi baxtsiz hodisalar sodir bo'lishi mumkin. Shu bois favqulodda vaziyatlar xavfi yuqori bo'lgan kuz-qish mavsumi oldidan yong'in, havo gaz aralashmasi chaqnashi va is gazidan zaharlanish hodisalarini oldini olish maqsadida Respublikaning barcha hududlarida 2025-yilning 15-sentyabr kunidan 15-oktyabr kuniga qadar yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi oyligi e'lon qilindi. Ushbu oylik davrida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, Zarafshon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limida shtab tuzildi. Yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi oyligi davrida shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan bir qator yo'nalishlarda profilaktik tadbirlar amalga oshirilishi belgilab olindi. Jumladan, birinchi galda talabalar yotoqxonalari va ular tomonidan ijaraga olingan hovli uylar, kvartiralarda yong'in, havo gaz aralashib chaqnashi va is gazidan zaharlanish hodisalarining oldini olishga qaratilgan tekshiruv va o'rganishlarni olib borish. Har bir mahalladagi yakka tartibdagi va ko'p kvartirali uylarda xonadonbo'y profilaktik ishlarni tashkil etish. Qarovchisi yo'q, yolg'iz yashovchi fuqarolar istiqomat qiladigan turar joylarda daxldor soha vakillari bilan o'rganishlarni olib borish va aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf ettirish hamda ushbu toifadagi fuqarolarga yong'in qarshi yo'l yo'riqlar va tushuntirishlar berish. Ijtimoiy soha obyektlari va tadbirkorlik subyektlari ishchi xodimlari, shuningdek mahallalarda aholi bilan yong'inlarni oldini olish, sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilish bo'yicha yo'l yo'riq va mashg'ulotlar o'tkazish. Tunda insonlar qoladigan maskanlar hamda qurilish ta'mirlash obyektlari ishchi xizmatchilari uchun tashkil etilgan vaqtinchalik yotoq joylarida yong'in xavfsizligini ta'minlash, havo gaz aralashmasining chaqnashi va is gazidan zaharlanish hodisalarining oldini olish. Aziz fuqarolar, yong'in ogohlik umummilliy kampaniyasi oyligida siz faol ishtirok etib, o'zingizni va yaqinlaringiz hayotini hamda mol-mulkingizni yong'inlardan va baxtsiz hodisalardan asrab qolgan bo'lasiz.